Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli görürmelerimiz. İslam Biz programımızdan 117. saniylik görüşümünü karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Qadirli görürmelerimiz, hammalar ma'lum bo'lgandek uzun dünyanın devam kılayotgan programımızda her bir Müslüman çokum Kur'an, sünnet nuru astida, onun yol yoruqi ko'rsatmasi asosida tushunish kerak bo'lgan xilma-xil temalarni tafsiliy holatda to'xtalib kelyapmiz. Bugün şunun cümlesini tünügün e'lonimizda bergandek payg'ambarlarning vazifasi nima? Yani bu haqda, bu mavzuda suhbatlashganligimizni e'lon qilgandik. Programımızdan daimlik aziz mehmoni hammalar tunishib bo'lgan hurmatli ustoz Sharq Turkiston O'limalar birligi shundoqla Dunyo Musulmon olimlar birligi a'zosi Abdurahmon Jamol Qashqariyni taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashrif qilganingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Alloh razı olsun. Qadirli ko'ruvchilarimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız orqali naq maydondan tarqatiladi. Ekranlarda chiqib turayotgan nomerimiz shundoqla ijtimoiy fikr vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa berishinglarni, savollaringiz bo'lsa so'rashinglarni umid qilamiz. Albatta, qadirli ko'ruvchilarimiz, biz ilgirki 4-5 bölüm programımızda asas jihatdan shu atalmış Kur'an'cı devatkan bu sünnet inkarçilerindeki bütün sefsetlerini xilma-xil şekilde naiti tefsili halette toxtulup öttük. Bugün mü şunun ahirki bir xulası şekilde huzurunlarda vaktimiz yetkençe toxtuluşuk tirişimiz. Ustaz bir vasıta programımız kirip kessek. Birinci sualımız ne bu amda? Biz temimiz peygamberlerin vazifesi. Elbette bir kança sualda var bunun inşallah vaktimiz yeter cevap verişken. Aldı bilen biz yukarıdaki bölümlerde sünnet inkarçilerini parallaştık tefsili halette. Sünnet inkarçileri asasiyetten sünnet inkarçileri ve peygamberlerin vazifesi diyen temeden girsek. Çünkü ula peygamberlerin şundakla peygamberimizin vazifesini küçük düşürüş, küçük görüş, hatta poştikeş diyen dereceye bardığan şekilde sefsetler var. Şunu bu şu birinci sualdan kirgen bolsa ikisinin o'ttirisini bir o'tganki san programımızda xuloslagan bir nokta şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamd sana peygamberimizge dua salamlar olsun. Bu temam yukarı deyilgendek sünnetni inkar qilishlar münasebetli deymi? Ama bazıları soruş mümkün sünnetni inkar qilish bilan peygamberlerin vazifelerine karşı ne münasebet var diye. Xo'sh. Bazılar qarsak, bazılardan maksat elbette özünü Müslüman deb çağlaydı Allah. Buna Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini itiraf kılsın. Lekin bu peygamberinin bir siyasi peygamberliğini itiraf kılınmıyor. Bu peygamberimizin devlet kurgan bir siyasi peygamber ekanligini qat'i itiraf kılınmıyor. Çünkü ularning nazarida Muhammed Aleyhisselam faqatlam diniy bir davet qilguvchi bo'lib, bu payg'ambarning da'vatiniki ne devlet bilan, ne hükümet bilan, ne siyaset bilan hech qanday aloqasi yo'q ularning nazarida. Çünkü peygamberimiz ularning nazarida devlet qurib baqqan emas, yoki bir hükümet idora qilib baqqan emas, yoki bugungi zamon to'nilgandek bir siyosiy liderlik, siyosiy rahbarlik vazifasini ilib baqqan emas. Xo'sh. Bu kimning ko'z qarashi esa sekularizmchilarningki islom qaratgan yoki islom qarta sekularizmchilarning tushunchasi. Endi o'zlarini Qur'onchi deb atab olgan kazzoblar. Bular Qur'onchi deb atab olgan bilan sunnatni inkor qil. Shuning uchun bularni kazzob deymiz. Qur'onga saxta ishonganlik uchun, ichki yuzlamchilik qilganlik uchun bularni islomning dushmanlari deb ataymiz. Va uningdan boshqa nechilgan sifatlarni berdik, zindiqlik, azg'onlik. Xulosalag'an vaqtida bu sunnatni inkor qilgan, o'zlarini Qur'onchi deb atab olgan islom dushmanlari peygamberimizin vazifesini faqatlam muballig'di. Faqatlam tabliğ qilish iborat. Bu dinni yetkizib qo'ydi, ilohiy vahiyni yetkizib qo'ydi, uning vazifasi tugdi. Endi u olib kelgan dinni Alloh bizga ato qilgan aqlimiz bilan o'zimiz xohlagancha tafsir qilib, xohlagancha izlanib, xohlagancha tafakkur qilib, xohlagan yo'lni tushunsak bo'laverdi. Biz Muhammed Aleyhisselam olib kelgan bu dinni tushunishda u Muhammed Aleyhisselamning izohatlariga, uning aqliyatiga, uning tafakkuriga, uning ko'rsatmalariga, bayonlariga qilcha ehtiyojimiz yo'q. Alloh aqlni nima uchun yaratibdi? Bizning aqlimiz o pochtikash Muhammadninki aqldan qalisham deydigan bu ichki yuzlama islom dushmanlari bo'lgan bu shaytonlar mavjud. Bu sababdan sunnatni inkor qilguvchi bu azg'un shaytonlarga payg'ambarlarning vazifalarining nima ekanligi,
Payg'ambarning vazifasi faqatlan bir tabliq qilish bilan tugamdi. Yoki uningdan boshqa bir vazifalar bormi? Bu haqda qisqacha to'xtalmoq. Aslida payg'ambarlarning vazifalarini har birisi haqida birdan programma qilsak vaqt yetmaydi. Bu munosabat bilan qisqacha to'xtalib o'tmoqchi bo'laman. Xo'sh, Alloh razı olsun. Unda olsa diğerler bu payg'ambarlarning birinchi vazifasi nima? Payg'ambarlar Alloh bilan banda orasidagi vasita. Ya'ni Allohning bandalarga avatgan elchilari. Ya'ni Alloh tarafdan ilohiy vayn yetkazguchilar. Bularning birinchi vazifasi Alloh tarafdan kelgan vayni insonlarga yetkazish. Bu Qur'oni Karimda ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min robbik. Payg'ambar Alloh tarafdan sen kelgan vayni yetkaz. Agar sen bu mas'uliyatni ado qilmasan, vazifani ado qilmagan bo'lasan. Endi payg'ambarlarningki ilohiy vayni yetkazishdan iborat bu mas'uliyati yoki bu vazifasi bu rostchilik. Amanat, jur'at, shijoat, boshqalarning tanqid qilishi, malomat qilishi yoki ziyonkashlikdan qo'rqmasligini taqozo qiladigan eng ulug' bir vazifa. Shuning uchun Alloh taolo payg'ambarlarningki xarakterini yoki payg'ambarlarningki mas'uliyatni o'z ustiga ilishni bayon qilib, qanday odamlar bular desa, allazina yuballiguna risalatillah va yaxshawna va la yaxshawna ahadan illalloh. Bu payg'ambarlar Alloh tarafdan kelgan ta'limotni insonlarga yetkazdi. Xo'sh. İlahi vahiyini yetkizdi. Allah'tılık qo'rqgan uningdan boshqa hech qanday birisidan qo'rqmaydigan zotlar. Unda bo'lgancha bu oyat orqali bu payg'ambarning yo'l tutib mangadigan izbosarlar, ulamolar, olimlar sizlarni haqiqatni yetkazishda, islomning prinsiplarini haqiqatni o'ttirib qo'yishda hech qanday birisining og'ziga yarmisdan balam tanqid chiqarmay, sizlarni keskin holatda bu maydonda ching turinglar degan bu ishoratni bizga berdi. Am vahiyni yetkazish ya ve yine aynen halette bunu aşılmazsın, kem kılmazsın şu söz ne, labzı boyunca yetkiziş arkalık buludu. Ya ki ilahi taraftan gelgen şu bayan ne, ya ki şu hüccet ne, ya ki şu delil ne, izahat et. Ya ki onun körsetmesi, ya ki takazlası, onun da buyruk, kanda buyruk çıkıdı, kanda çeklemi çıkıdı, kanda körsetmi çıkıdı, bunu bayan kıpırış arkalık olur, şükürlük olur. Bunun delili var mısa Kur'an-ı Kerim'den bak. Biz delilin hamısını bugün Kur'an-ı Kerim'de keltirimiz. Allah Teala bu vakta ve enzelna ileyke zikre. Biz sen Kur'an-ı Kerim'i şuduk litubeyyine linnas. Kişiler çürülgen bu ilahi vahiyini Kur'an-ı Kerim'in ayetleri sen bayan kıp verirsen, izahlap verirsen, bunun takazzası mı, körsetmesi mi? Her zamanda bu kandak çürüldü, kandak tatbiklaydı. Bunu sen görsüp verirsen de Peygamberimizge en şereflik, en uğurlu bir mesuliyetini atkan. Peygamberin ilahi vahiyini yetkizişi ya söz arkalık buludu ya ki emelleri, şirketler arkalık bol. Mesela neçilhan ayetlerinki izahatın söz arkalık izahlap bergen. Mesela inne şirke le zulmun azim diyen ayetti. Okşaş. Hoş. Ondan başka bir neçilhan ayetlerdi mi? Söz arkalık izahlı. Ondan başka mesela emeli iş hareketi bilen izahlangan, emeli iş hareketi bayan kılıngan misallacık. Mesela namazdaki tefsirlerden mesela emeli iş hareketi bilen. Zakatlı misal qalaydı, hacdı misal qalaydı. Ondan başka ictimai ve devlet başqurish münasebetli köplüyen meseleler. Ya bunun kelgan prinsipal meseleler Kur'an-ı Kerim hemmisi Peygamber Aleyhisselam'daki ebedi şirketleri bilen bayan kılıngan. Hem de bu Kur'ançılarınki bir tayinliğe delil o. Peygamberin vazifesi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve ma aleyke illal balagul mubin dedi o. Senin vazifen fakatlan bayan kılış, müştevlet tügdü, tebliğ kılsan, işin tügdü deydi o. Ondan nereden tapsız başka ne dedi? Bu ayet kandak ayet ise insanlar Peygamberinin daveti yüz örgen çağda. İşengin unumağan çağda, Peygamberin toskulluk kıygan, karşılık çıkkan vaxtıda Allah daveti Peygamberin senin vazifen yetkisi tügdü. Ulan hidayet kılış, doğru yolga, söylep eki senin mesullikten emez degen bu noktadan şundadı bu ayet. Kandaktır bir yerde fakatlam senin vazifen tebliğ kıysan, tügde cemiyet kandak mağdu, devlet kandak idare kılındı, insanların ki tefekküre dünya karşı kandak unu olan senin demikarın degen gep ondan çıkmaydı bu. Sahtı pez kezzaplar çöğengendek ondan emes o ayetini maqsad. Hoş hoş. Hakikaten diğerlerdeki bütün gücü bilen buraşqa, Müslümanların qaymoqtırışqa tirişip atqanlığı eniq bu sepset satıdığan azğullarınki. Hem de Peygamberlerin ikinci vazifesini müşahede. Peygamberlerin vazifesi İslami hakikatlerini yoki İslam prensiplerini yetkizip qo'yish, bayon qilish bilan tugmaydi. Xo'sh. Balki payg'ambarlar insonlarni imoniy haqiqatlarga ishonishga, to'g'ri siratal mustaqimni bilishga va siratal mustaqimning taqozosi bo'yicha butun hayoti bo'yicha shu bo'yicha yashashga chaqirdi, da'vat qildi. Bu payg'ambarlarning ikkinchi vazifasi. Payg'ambarlar insonlarga, ey insonlar, Alloh taolo insonlarni yaratgan bir zot. Sizlar bo'lsanglar Allohning bir maxluqi.
Bandalari. Allah sizlarni bekar yoritib qo'ymadi. Sizlarni ibodat qilsin. Allohning ko'rsatmasi bo'yicha yozsin. Bu dunyo hayoti sinoq hayoti. Sinoqda o'tamizda ko'rsatma. Ya'ni sinoqdan o'tish uchun bir ko'rsatma sifatida sizlar yoritildinglar. Bu dunyo qarasanglar, bu hayotlik qarasanglar Allohdan boshqa ibodat qilishga arziydigan hech qanday bir zot yo'q. Shuni Alloh qilam ibodat qilinglar deb davomli shuni tavsiya qildi. Shuningdek bu payg'ambarlar Alloh taolaga ibodat qilishni qanday ibodat qilish lozim biz o'rgatish ibodat qilishni o'rgatish uchun keldik dedi. Shunday payg'ambarlar insonlarga ibodatning qanday qilganligini xo'sh, qanday qilinganligini o'rgatish uchun kelganligini bayon qildi. Masalan, ubudulloha davomli dedi. Alloh ibodat qilinglar, shaytonlardan yiroq turinglar deganga o'xshash. Ya'ni sizlar Alloh to'g'ri ibodat qilmoqchi bo'lsanglar, menga erishinglar dedi payg'ambarlar. Xo'sh. Menga itoat qilinglar deb turdi. Buning Qur'ondan dalili bormi? Dalili bor. Masalan, fattaqulloha va atiun. Payg'ambarning davomida deydigan gibi Allohdan qo'rqinglar, qanday qo'rqishni bilish uchun menga itoat qilinglar. Xo'sh. Qanday qilsanglar ibodat qila olasizlar, qanday qilsanglar to'g'ri yo'lda manga olasizlar, qanday qilsanglar jannat yo'liga kira olasizlar, menga itoat qilsanglar buning yo'lini sizlarga ko'rsatib qo'yaman deb turdi. Demak, payg'ambarning ikkinchi vazifasi iymoniy haqiqatlarga, islom prinsiplariga insonlarni yetaklash, boshlash. Xo'sh, xo'sh. Xo'sh, unda bo'lsa, shu payg'ambarlarning bishorat berishi, ogohlantirishi haqida nima uchun masalan bishorat berdi, ogohlantirdi? Qur'oni Karim qanchalar oyatlar qarasak, bu bishorat haqida yoki ogohlantirish to'g'risida oyatlar ko'p chiqadi. Xo'sh. Insonning psixikasi qarasak, yoki insonning ko'ngliga qarasak, inson yaxshilikni so'yadi. Lazzat yoki manfaatli narsalarga inson erishman keladi. Qiyinchilik bo'lib qolsa yoki azob qitava bir ishlar bo'lib qolgan bo'lsa, yoki yomonlik bo'lib qolsa, bundan qochadi. Bu vajida Alloh taolo payg'ambarning har qanday sizlar bir vaqtning o'zida bishorat bilan, ya'ni yaxshi qilganlarning g'alaba qozonganligi, jannatga erishilganligi, yomon ish qilganlarningki yomon oqibatga azob qoldiganligini ogohlantirib ikki tang etmanglar deb buyurdi. Bashira va nazira. Masalan, va ma nursil mursali illa mubashshirina va munzirin. Payg'ambarning har qandayini biz bishorat qilamiz. Ya'ni yaxshi qilsanglar bu dunyoda yaxshilik va oxirat jannat bor. Yomon ish qilsanglar bu dunyoda qiyinchilik qilsanglar oxiratda do'zaxga kirasizlar. Undan boshqa aytilgan oyatlarda Alloh taolo rusulan mubashshirina va munzirin li alla yakuna lin-nas alallohi hujjatun ba'da rusul. Payg'ambarlar har qanday yaxshi qilganlarni tashabbus qildi, qiziqtirdi. Targ'ib usuli bor. Ya'ni yaxshi qilsanglar bu dunyoda hayotingni xotirjam o'tadi dedi. Bishorat. Agar sizlar xato yo'l kirib qolsanglar, shaytonning yo'li kirib qolsanglar, bu dunyoda siqinchilik ichida, oxiratda xo'sh, og'ir azobda qolasizlar. Ya'ni keyin oyatning oxirida hujjatun ba'da rusul. Payg'ambarlar avatilgandan keyin insonlar hech qanday bir bahona qilmaslik uchun, bahona qolmaslik uchun Alloh taolo payg'ambarlarni avatgan. Nima uchun payg'ambarlar avatildi degan bir savol chiqadi. Xo'sh. Ba'zilar deydiki, bu payg'ambarlar ilohiy vayni yetkazib qo'ygandan keyin uning ishi tugdi. Biz aqlimiz bilan uni bilib keta olamiz dedi. Bugungi bir qism mutakabbirlar, bilarmanlar. Alloh taolo bu yerda aytdi insonlar, biz sizlarga aqlni berdik dedi. Aql orqali inson Allohni toniy oladi bo'lsa, bir qism insonlar toniy oladi. Bir qism insonlar to'g'ri yo'lni topadi. Lekin iymonning asosining ko'pincha g'aybga munosabat kishi bo'lg'achqa, aqlning kuchi yetmaydigan bo'lg'achqa, u nuqtalarni bayon qilish ham insonlarningki qaysi to'g'ri, qaysi xato, qaysi manfaatli, qaysi zarar buni aniq bilish uchun Alloh taolo payg'ambarlarni avatgan. Agar payg'ambarlarni avatmagan bo'lsa, insonlar qiyomat kuni bana ko'rsat. Nima uchun meni azoblaysan? Nima uchun meni do'zaxga mahkum qilsan? Ma'u to'g'ri, ma'ni xato deydigan men yo'lbosh avatganmi deydigan bunda bir bahonani keltirmaslik uchun, ya'ni insonlar unda bir sababni bo'lmaslik uchun payg'ambarlarni avatgan, kitoblarni tushirpagan. Bu yuqorigi biz qistirmani. Ammo bu bishorat masalasi payg'ambarlarning bishorat ogohlantirishi dunyolik oxiratlik ikkisi tang bo'ladi. Masalan, dunyolik degani kim yaxshi qildi ekan dunyoda hayotan tayyiba, ko'ngli xotirjam bir turmushga ega bo'ldi. Xo'sh, xo'sh. Ko'ngli to'q holat yashadi. Garchi uniki moddiy imkoniyat ojiz bo'lib qolsa, qanoati bilan, samimiyati bilan, ixlosi bilan, rozilik bilan xotirjam holat yashadi. Musulmonning psixikasi bilan kofirlarning psixikasini selishtirib vaqtli chiqadi bu yerda. Masalan. Shunga o'xshash payg'ambarlar davomli mu'minlarga agar sizlar samimiy musulmon bo'lsanglar, islomning haqiqiy ma'nosini tushansanglar, payg'ambarlarning ko'rsatmasi bo'yicha mang'irgan bo'lsanglar, bu dunyoda izzat sharaf ichida yashaysizlar. Hurmatinglar bilan yashaysizlar. Adolatinglarni qo'lga keltira olasizlar, hurlikinglarni qo'lga keltirib bu bishoratni berdi. Masalan, buna oyatlarni misol qilsak, va adallohu allazina amanu
Minkum ve amilus salih şart var. İman etkan, amel salih qilgan. İmanni qanday aytdi? Og'zida aytdimi, butun vujudi bilan, psixikasi bilan, fikri bilan, tasavvuri bilan aytdi. Amel salihni faqat maschaklab qo'ydimi, buni jamiyatga aytib chiqdimi? Mush shart tushib qolib qolsa, davlat qura oladi bu bandalar. O'ziga mustaqil xo'ja bo'la oladi. Hurlikka erisha oladi agar mustamlika bo'lgan bo'lsa, erisha oladi. Nimish bu shart ishga oshmaydi bo'lsa, bizda iymon mohiyati, iymonning taqozosi vujudimizga to'liq yerlashmaylik. Shakli iymon. Evcağın. İmanның taqozosi, dunyo ko'z qarashi, tasavvuri hayotimizda qiyroqlashib ketgan. Shaklvozlik evcağı. Amali salihsi faqatlam tar doira kirgizib qo'ygan, ammo ijtimoiy ishlar, iqtisodiy ishlar, siyosiy ishlar, davlat boshqarish degan o'xshash yoki boshqa insonlar yetakchilik qilish, boshqalarga o'rnak bo'lish degan o'xshash, bu xil islomning qimmat qarashi bizningki yengimizdan o'chib ketgan. Shunga bu Allohning va'dasi bizga ish qo'shmaydi. Agar biz bu o'lchamni ishga oshira olsak, u vaqtida ish qo'shgan bo'ladi. Shuningdek bu payg'ambarlar kofirlar qarta, osiylar qarta, gunohkorlar qarta bu dunyoda agar sizlar haqiqat ishonmasanglar, turmushinglar siqinchilikda o'tadi. Ikkilnish ichida, iztirob ichida, davolg'u ichida. Chunki u g'oyasi yo'q deydi, bu dunyoga kelibdi, yeydikanmiz, ichadikanmiz, tugaydikanmiz. Nima ma'nosi edi? Buni ashuladan so'rab baqavat bilgan. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Bir siqinchilikcha. Garchi u davlat kafolati olgan bo'lsa, turmushi qarsa mashinalar, ilg'ar mashinalar, uylar u bu bo'lgan bo'lsa, lekin uning ruhiy dunyosi qondirgan bu narsa bo'lmasa, u iztirobdan, davolg'ishdan, siqilishdan, hattoki o'zini o'ttirib olgan bunday ahvollardan ular xoli bo'la olmaydi. Buni g'arb dunyosi qarg'a vaqtida buni aniq ko'rgani bo'ldi. Bu dunyodagi bu qiyinchilik bo'lgan bo'lsa, bu mushaqqat oxiratga bo'lgan chaq iymon etmaganlarni do'zaxdan iborat bir og'ir azob kutib turdi. Shunga sizlar to'g'ri yo'lga kelinglar deb payg'ambarlar davomli bu osiylarni ogohlantirib turdi. Xo'sh. Haqiqatan ustadan mushahada yuqorida Qur'oni Karimda Alloh payg'ambarimizni va payg'ambarlarni yuqorqidek hozir so'zlangan shaklda ham ogohlantiruvchi, ham xushbishorat beruvchi sifatlagandek ham payg'ambarlarning qalbni isloh qilish, poklash vazifasini masalan tuzakkihim degandek oyatlar tilga olindi. Bu sifatlari bu vazifasini qanday tushunamiz mushaqdan beri? Allah payg'ambarlar nima uchun emas insonlarni to'g'ri yo'l boshlash uchun. Xo'sh. İnsanlarni qorong'ulikdan nurga chiqarish uchun. İnsanlarni kufrlikdan, shirkdan, dinsizlikdan, atizmlikdan va bugun yangi paydo bo'lgan islom aqidasiga Allohning va'zi ziz qildigan aqimlardan tavhid aqidasiga yetaklash uchun payg'ambarlarni elchi qilib berdi. Endi bu insonlarni qorong'ulikdan chiqarish yoki zalolatdan hidoyatga chaqirishdan iborat bu buyuk bir ish yoki xulosalgan vaqtida insonlarni xato yo'ldan to'g'ri yo'lga tortib chiqish iborat bu buyuk mas'uliyat yoki bu yo'l qanday ish qashidi? Bu vazifa qanday ish qash? Birisi Allohni tanitish orqali. Biz Allohni tanidik. Allohning ism sifatlarini tanidik. Xo'sh. Qur'oni Karim, sunnat rasullar kelganda ro'shan holatda bizdagi iymonimiz, ishonchimiz shu yerda shakllandimi? Allohga Allohning ism sifatlari. Ikkinchi bo'lib Allohningki ko'rsatmasi, Qur'oni Karimda bayon qilgan ko'rsatmasi bo'yicha yashab o'tamdik. Buni bilish orqali chiqish. Ening kendi payg'ambarlarning yo'l bo'yicha men o'tamdik. Yoki bugungi kunlikda zamon o'zgardi deb o'zimiz xohlagancha insonlarni payg'ambardan ortiq bilib, payg'ambardan muqaddas bilib, boshqa yo'lga ketib boramdik. Xo'sh. Uning bilan birlikda qalbni poklash, nafsini isloh qilish bilan insonlarni hidoyatga chiqqan bo'ldi, ozg'unlikdan hidoyatga, qorong'ulik nurga chiqqan bo'ldi. Allohni tanitish, Allohning ko'rsatmasi bo'yicha yashash, payg'ambarlarni o'lgi tutib menish, qalbini poklash, axloqni isloh qilish orqali qilmoq. Chunki Alloh taolo payg'ambarlarning vazifalarining qatoridan yatlu alayhim oyati. Alloh tarafdan kelgan vahiyni bularga o'qiydi, o'qib berdi, tushuntirib berdi dedi. Bildirdi. Va yuzakkim ularning qalbini poklaydi. Ya'ni payg'ambarning madrasasiga ergashgan kishilar qildigan ish demasa, Qur'on o'qishni o'rgangan bo'lsa qalbini poklash lozim. Qalbini aqidadagi xato aqidalarni poklash lozim. Bu faqatlam hasadxo'rlikdan emas, qalbiga singib ketgan xato aqidalar bo'lgan bo'lsa, uni poklash lozim. Aqliga kirib ketgan xato ideya, xato tasavvur bo'lib, buni poklash lozim. Axloqi singib ketgan nachar odat bo'lgan bo'lsa, uni poklash lozim. Bu payg'ambarning qildigan ishi. Payg'ambarning madrasasiga kirgan odamlar cho'qim buni qilish lozim. Bu payg'ambarning yana biz va yu'allimu kitobal hikmat. Qur'onni va sunnatni, Qur'onning izoh bo'lgan sunnatni o'rgatadi.
Demek bu yerde peygamberinin kıldığı işi insanların bir sağlam bir insan kılmaz. Malayık süpet bir insanga aylandırmakçı. Peygamberinin yolumuş şu. Davğanca peygamberinin yolda mangmakçı olan adamlar birinci kılıp özünün kalbini ıslah kılışı, aklını ıslah kılışı, ahlakını ıslah kılışı lazım. Ama bu yolunu tutmamış lazım. Bu peygamberler kıldığan Kur'an-ı Kerim bayan kılan en çok maksatlarını versin. Tezkiye, kalbin pan. Bu bulmay durup, bu siyasi hayat olsun, iktisadi hayat olsun, ilmi hayat olup kalsın, o durus yola girmeydi. Sağlam yolda bulmaydı. Ama müşahede peygamberlerin ki şu hata, ideya, azgın, akidelerini ıslah kılış, bunun qıradiya biliş vazifesi. Bu elbette bek çoğun bir daire. Biz bakatlam kıskartıp ötep gidimiz. Her bir peygamber kavmin nemi çakır, tavhid çakır. Her kadda peygamber Şu kavimdeki asli şu buzulup ketken hata itikadını oңşaş üçün avatilganda mı şöyle ekan? birisi to'g'ri aqidani bayon qilish ham shu vaqtning o'zida xato bir aqida paydo bo'lgan bo'lsa uni isloh qilib. Xo'sh, xo'sh. Aqidaning asosini bayon qilib turdi. Oxirat aqidasini, jannat, do'zax aqidasini so'ndirdi. Her bir peygamber kavmiga kelgan vaqtida ubudulloha ma lakum min ilahin g'ayr. Allohni ibodat qilinglar. Uningdan boshqa nima ismni chiqsin, qandoq nomda bo'lib qolsin, mayli taştan yasalgan but olsun, yeyle ikranın altında bulavatkan but olsun, meyli teşvikat kuralları olavatkan but olsun, meyli siyasi but olup kalsın, bunu da jirak durumlar dedi. Bu but pakatlan, homidan yasalgan, taştan yasalgan but. Bugün günlük but demeye aylansa, ikran but kaylanmakta. Teşvikat vasıtları but kaylanmak, insanların özünün yoluğa, hakikat yoldan tartmakta. Bu butun saklanma vicdani bu tağut degenmiş. Pakatlan bir yerde palan adamın şahsiyeti olan çeklenmiyor. İnsanlarını doğru yoldan azdırıvatkanlığı bana bu tağut degeni aşşu. Şundan bu peygamberler insanların küfürlükten, şirikten yirak duruş çakır. İnsanlarını insanga kul olup karıştan ogahlandır, kul olup kalmadı. Hoş. Senin izzetten, şereften, hürriyetten, erkenleken fakat yaratıcı boysunluğa vaktan labışka şuna. Ama insanın kayız bir tabi kul olup kalsan senin tügeşken hoşu değil. Bu İslam akidesinin, İslam tavhidinin takazzası bu. Peygamberler karşısak yani bu peygamberler Allah razı bulduğun işler kaysı, Allah yaman gördüğün işler kaysı bunu bayan kıpır. Şunu olan birlikte bu insanların ki ilah hakkındaki, peygamberlik hakkındaki, ahiret hakkındaki tasavvurlar, hata tasavvurlar olgan bolsa bunu tuzdur. Mesela bazı bir insanlar peygamberlerin Allah'ın ki şirki, Allah'ın balısı dedi. Bunu hata dedi. Şunu boşu bazı insanlar bu peygamber degen başka insanların hiç kadar fark yok bir mahluk. Bunda ayet kerimde gelgende illa beşerun misluna. Biz o'xshab bir maxluq qilsan dedi. Uning mo'jizasini inkor qildigan, uning muqaddasligini inkor qildigan, uning ma'sumligini inkor qilib bu tarafini xato qildi. Tuzdi. Demak peygamberlarni iloh darsiga chiqarishdan ogohlantirdi. Shu vaqtimizda peygamberlik maqomini, peygamberlik dalilini, peygamberlik sifatini, peygamberlik mo'jizasini inkor qilishdan buningdan ogohlantirdi. Yani bu peygamberler bu ideya meselesinde insan hukukunu qattiq qo'g'daydi. Her bir peygamber karsa insan hukukunu, insanın hürmetini ta'kidlaydi. Ayet kerimeler bayan kılgan hoş. İnsanda adalet teşebbüs kıldı her bir peygamber. İnsani baraverlik teşebbüs kıldı. İnsani qarindoshlik teşebbüs kıldı. Güzel ahlaklar teşebbüs kıldı. Nachar ahlaktan çekledi. Bu bütün barlıq peygamberlerinki tutqal yolu. Bunun başka nurgun misallar var. Falan peygamberninki mesela akide saat ebağını, bizsinin iktisadi saat ebağını, bizsinin siyasi saat o dairege bugün kirmemiz vakti kısa. Elbette, elbette. Hakikaten. Kur'an-ı Kerim'nin normal tercümesini okuyan kişi mi? Bütün peygamberlerin öz kavmindeki şu vakitteki cehalet ideyelerini oңşaş için yani en addi normal bir tercümesi okuyan insanın düşündüğü kur sözlügerlerine kandak bir küreş kıgallığı, mücadele kıgallığı peygamberlerinki. Hoş, hem de sözlerinin beşide mi söyleyip ötkenetlemişim. Şu atalmış hazırkı sepset situatkallarınki. Peygamberin mesela devlet kurmagan o bu diyendek aşında atayı tutup. Peygamberlerin devlet kuruş, idare baş kuruş vazifesine ama idare kılış vazifesine ama bağ ikerliğine hakkında yapını tüketken mutlaka. Elbette her bir peygamberge ergeçke insanlar oldu. Peygamberge ergeçke insanlar bir cemaat şekillendirdi. Bir ümmet şekillendirdi. Bu insanlar özünü idare kıldıgan, özünü baş kurduğan, yetekleydigan, işlerini tedbir kıldıgan, ya ki başlap mağdıgan bir adam muhtaç bolamız, elbette muhtaç ol.
Yani bir cemaat şekillendi, ümmet şekillendi. Unda olgan çağda bu ne? Fikri cihetten, siyasi cihetten, iqtisadi cihetten, ictimai cihetten, tasavvur cihetten, kıymet qarash cihetten, ahlaki cihetten yetekleydiğin adamın muhtaç mı? Muhtaç. Bu mesulen kim üstüge alırsa, peygamberler hayat olup kalsa, ular üstüge alırdı. Hoş. Eğer peygamber bulmaya kapıp kalsa, onunki izbasare, şu yolda mangalla bu mesuliyetini üstüge alır. Mesela buna delil alsa Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala peygamberimiz kitap kılır, tahkum beynahum bima enzelallah der. Sen insanlar arasında Allah'a düşürgen kanun boyunca, Allah'ın körsetmesi boyunca idare kıl der. Hoş. Allah'ın körsetmesi boyunca hakimlik kıl der. Enik buyruklar. Bunun baş neçilgan deliller var bir yer. Doğru. Demiyet bir yerde devlet başkuruş, cemiyet başkuruş, milletni başkuruş, ümmetni başkuruş ibaret bu mesuliyet sana tapşırılır peygamberdir. Bu mesuliyet sendedir Allah Teala. Hem hayatidagi har qaysi davlatlarga elchi avatishi masalan bu bir bilgan davlatlarning orasida bo'lgan ish bu masalan. Bizlar tafsilotga kirmay faqat Qur'on delil ekladi bu sahtipaz inkarchilari, sünnet inkarchilari. Sünnetni bir misal alsak, gerçi bu sünnetni inkar qilmasmi? Banu İsrail qalsa, Banu İsrail nima? Kim yetaklab mangan? Peygamberler yetaklab mangan. Banu İsrail cemaatini, jamiyatini, davlatini misal alsak, davlatda qaralgan bo'lsa, kim yetaklab mangan? Peygamberler yetaklab mangan. Mana sharifda Banu İsrailni peygamberler boshqurib mangan dedi. Bir peygamber o'lib ketsa, Banu İsrailning keyin aqmaq peygamber keladi dedi. Ulug' shunda kelgan, nurg'un peygamberlik kelgan. Musa alayhissalom uning keyin netisi degan. Hatta bir vaqtida netisi. Hem peygamber İslam'da mendeki peygamber kemmed. Ona kıyas kılmalıdır Banu İsrail. Mendekin peygamber kemmedi. Mendekin kim başkurdu? Cemiyetini başkurdu. İdare kim kıldıysa hulapa halifeleri. Yani izbasarlar. Minan yolamdım mağdıqallar. Minan sünnetim tutmağdıqallar. Peygamberini örnek kılıp mağdıqan bu adamlar cemiyetini idare kılıp devletini başkurdu. Manda kadar kılıp ama peygamber kemmedi. Dep bir yerde devlet başkurdugan adamlarınki kıldıqallıqını peygamberimiz enak göstergen. Demek yukarı ayetlerde nemin düşünmesi Muhammed Aleyhisselam'ın insanlar arasında hakimlik kıldıqanlıqını. Hoş. Ümmetni iteklep mağdıqanlıqını, cemiyetni idare qilib mağdıqanlıqını, devletni ilahi ko'rsatmaning taqazzasi bo'yicha bandalarning manfaatini asos qilib boshqurdiganligini aniq tushunib olaymiz. Unda o'g'an vaqtida bu ilahi ko'rsatmasi bo'yicha boshqurgan, bu payg'ambarga itoat qilganlik, Allohga itoat qilganlik bo'ldi. Bu payg'ambarga osiylik qilganlik, onun ko'rsatmasi bo'ysunmaganlik, Allohga osiylik qilganlik bo'ldi. Payg'ambarga bo'ysunganlik, Allohga itoat qilganlik, onun asilik qilganlar Allohga asilik qilganlar. Mesela bunun delili varsa, "Men yuti'ir rasul faqat ata Allah." Kim peygamberga itoat qilsa, u Allohga itoat qilgan bo'ldi. Oyatni ayt aniq. Peygamberning yo'ldan mansanglar, Allohning yo'liga ergishsinlar. Shunga insonlar peygamberimizning ko'rsatmasiga ergashmay turib, Allah'ın razılıkıga cennetine erişemeyiz. Bunu kisp diyemiz. İnsanlar Peygamber Aleyhisselam'ın yol yoruqıga, sünnetiga, körsetine geçmeye durup Allah'ın cennetine giremeydi, razılık mağfiretine erişemeydi. Delil almamız Kur'an'dan delilim ben. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala "Kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'un" dedi. Peygamber Aleyhisselam sana idep koy bulağa yetkizip koydu. Eğer sizlerin Allah bulgan savdayanla, imanınla, söygünle hakiki bulduğun bolsa, muş Allah'ın buyruğu boyunca mağınız, Allah kösetken boyunca yaşayımız dediğin bolsanlar, samim bolsanlar mene erişmеңler dedi. Allah hakiki savda kişi men. Allah hakiki söygüsü oğa adam men dedi. Allah'ın en korkaydığı adam men dedi. Eğer sizler muş gibi Resulü olsanlar mene erişmеңler, ben sizlerin şu yolga başlap baraydı. Bu gep uçuk ilan kıldı dedi Allah. Şundak insanlar yok bilkum Allah sizlerini söyledi. Günahlarını mağfiret kıldı. Demek bir yerde peygamberinin yolu mağmısa, peygamberlik ergeçmişse, bir yerdeki imanın sahtılıkını gösterip koyun. Allah'a boğan söygü muhabbetin ki, samimi emeskini enak bayan kılmayın. Gösterip koydu, yalğanlıkını gösterip koydu. Şu bir yerde bu sünnet kitabı qaraydigan, peygamber Aleyhisselam'ın körsetmesi onu bunu dep bakıdigan, onu hayatıdan çıkarıp, ictimai turmuş eden, siyasi hayatını çıkarmak olan bu karındaşların yani agahlandıracak ki sizler tövbe kılanlar. Ma hatalıkın yanına. İslam düşmanları olan bu sünnetini inkar ediyor, bu iblislerle ergeçmenler dep agahlandırıyoruz karındaşlar. Ahiret lazım olsa sizlere, Allah'ın ki razılık lazım olsa, cennet lazım olsa, ma şeytanların yolda ner dururlar. Çünkü Müslüman olsanlar Allah'ın bunun sözü eslanmasın.
Qanday so'zi var ayet kerimde? İnnemâ kâne kavlu mu'minin. Mu'minlik qanday adam emas. Allah'ın ko'rsatmasi va payg'ambarning ko'rsatmasi varsa bosh ustiga deydigan odam bo'langsizlar dedi. Bu to'g'rida Qur'onda hukm bor. Allah'ın kalamı var deyilse, ya Peygamber Aleyhisselam'ın bu doğrusu ko'rsatmasi varsa, sami'na ve atan bosh ustiga. Biz hata yolda yandık dedi. Özümüzden düşüncemizden vazgeçtik. Allah'ın buyruğu peygamberinin buyruğu qo'yib qolsa bosh ustiga deydigan mana bu sifatli odam bo'lsanglar, haqiqiy endi mu'min bo'la olasizlar. Allohninki marhamatiga, rahmatiga, jannatiga erisha olasizlar dedi. Demek mana bu yuqorqilar faqatla bu peygamberlerin vazifelerinde bir üzündü. Qisqalab to'xtal. Biz peygamberimizden siyasi hayata qarsak, devlet hayata qarsak neçe bir gram mı qilamiz? Qalbini paklash to'g'ri qilsak, peygamberimizning usullariga qarsak neçe bir gram mı qilamiz? Xo'sh. Bayan uslubu qilsak nechini qilamiz? Faqat bir ishorat tariqasida payg'ambarlarning vazifalari haqida 6-7 ta to'xtaldik. Balkim bu orqali bu payg'ambarning vazifasi faqatlam vahiyin tashlab biriblam, o'g'chirib uxlab qolgan bir shaxsiyat deydigan bu xato ko'z qarashdir. Oldirib ketgan ba'zi qarindoshlarinki bir to'g'ri yo'lga qaytib qolsa ejbamasligi munosabatda shunga bu payg'ambarlarning vazifasi degan bu temadimi qisqacha to'xtalib o'tdik. Alloh xolisa tafsilot haqida keyincha to'xtalamiz. To'g'ri. Köpten köp rahmet hakikaten Allah razı olsun. Ait kısa vaktin içinde tefsili şekilde en mağızlık şekilde oturup koyup Allah razı olsun. Elbette bir körülmenimiz peygamberimizge itikat kılmaydığandımız fakat erişidigandımız deyip bir sual bir xat yazıptı. Ben kardeşimizle bu şu bulup mu 110. bölümden başlayıp bir tekrar bir körüp çıkışıga çünkü malum ki kömigerlik enik bu su geptin. Körüp çıksa bu suallarga nayeti tefsilatta muşu bölümü nurgun cevap buldu dep qarayman. Hakikaten Allah subhanahu ve taala bizlerni ana şu peygamberimizningki haqiqiy maqami, haqiqiy o'rnini to'liq şekilde bildigan, onunga itaat, onunga bo'ysunush, onun ko'rsatmasi bo'yicha mengishning Allah subhanahu ve taala'nın dal ko'rsatgan yo'li ekanligini biladigan, tushunadigan, Allohga itoat bilan o'pma o'xshash ekanligini Qur'ondagi yuqorida so'zlab o'tgan oyatda aniq tushuntirdi. Shu darajada nurliq bir yo'l ekanligini, uningdan ayrilgan vaqtimizda, uning yo'l yo'riqidan chatnigan vaqtimizda zalolatga ozg'unlikqa tushib qolish, mutlaq holatda tushadiganligimiz qutulish yo'lining aslo yo'q ekanligini biladigan, tushunadigan mu'minlardan qilsin deb tilaymiz. Oxiridagi ustozning so'zi yana shu payg'ambar alayhisolamning Umar radhiyallohu anhuga qilgan gapini, yani bir mu'min uchun, yani Allah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemni yani bütün ailesi, hamma narsasi, hatta jinidan mı artıq yaxshi ko'rmasa, u kamalatga yetgan mu'min bo'lolmaydiganligini Umar radhiyallohu anhu o'ttirsidagi dialog ikkisini hammamiz bilamiz buni haqiqatan. Jinimdan boshqa hamma narsamdan bakrak yaxshi ko'rma deganda, yo'q, sen bo'lmading. Jiningdanmi, yani sen ko'tirib yurayotgan mushu jiningdanmi artıq meni yaxshi ko'rmagicha sen haqiqiy mu'min bo'lolmaysan degan vaqtida andiki Umar radhiyallohu anhu u so'zni takror deydi. Men hamma narsamdan, hatto jinimdanmi artıq yaxshi ko'raman. Sahobalar hammanglar bilasizlar, hech qaysi undaq qalbida yo'qni o'tirib qo'ydigan bugungi kundagi nurg'un musulmonlardek og'zida qilib amaliyotda keyinda hamma ishni qildigan musulmonlar yo'qdi u davrda. Nimani yaxshi ko'rsa, aniq Rasulullohning oldiga kelib hammani da'vat etdi. Shunday sahobalar deydi. Qalbidagini qat'iy yushirib mandaqa, yuzida boshqa, keyinda boshqa emas degan. Hamma deydi. Men shunday yaxshi ko'rman degan vaqtida al-ana ya Umar. Men amdi bo'ldi ey Umar degan. Ana shu payg'ambarning ummatlarimiz, shuning agishimiz deyotimiz. Allah subhanahu ve taala şu imanni hammamizga ato qilishini Allohdan tovanjik bilan so'raymiz. Allah ömür bersa yana bir qatimliq programmamizda ko'rishguncha aman bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.